Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Rossiyani pulini O'zbekistonda ham topsa bo'ladimi degan eksperiment o'tkazayotgandim. Shuni bugun 3-kunini tugatdik. 3-kunida nima ishlar qildik? Birinchisi Chilonzor metrosi yaqinidagi set magazinga, ya'ni tarmoqli magazinga borib hamkorligimni taklif qildim. Ya'niki ustosh erkaklarni ustosh bo'yicha o'z takliflarimni ularga bildirdim. Ular ham yaxshi kutishib oldi. Hammasi yaxshi. 3 kunda javobini aytamiz deyishdi. Keyin Noza metrosi yaqinidagi yana bitta set magazinga bordim. Bu yerdagilar ham yaxshi kutishib oldi. Ular ham 2 kun yo 3 kunda telefon qilib siz bilan aloqaga chiqamiz deb yaxshi kutishib oldi. Hozircha yaxshi ketyapti. Endi shunaqa qilib omadimiz kalitini Toshkentda oqtarib yuribmiz. Bugun 3-kun tugadi. Xudo xolasa yana ertaga ko'rishamiz. Hozircha sog' salomat bo'linglar. Men Gastinissamga yetib keldim. Xudo xolasa ertaga ko'rishamiz. Sog' salomat bo'linglar.